Yana foydali taklif etamiz yoki foydali ma'lumot etamiz. Nima demoqchiman? Son sanuzingizga mana shunaqa komplekt narsa qilmoqchisiz. Narxini bilmoqchisiz. Men sizga narx aytaman. Shkopi ko'rishingiz mumkin. Original italyanskiy mahsulot. Mana bular ham italyanskiy. Bunisi ham italyanskiy. Komplekt o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Dizayn qanaqa cho'tka chiqqani, eshiklari mana bunaqa ochiladi. Xo'p, mana shu turishining narxi $850 ekan. Mana bunisi $35 ekan. Alohida. Lekin siz shuni 30% skidkada xarid qilsangiz bo'ladi. Men o'zim juda xursandman, sababi 30% skidka qilib berishgani uchun. Shuning uchun xohlasangiz mana bunaqasi bor. O'zingiz uchun ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi boshqacha. Shkoblarni bunday ochsangiz, narsa taxlisingiz bo'ladi. Aka oching, mana cho'tka ko'rasizlar. Misol uchun buni narxi $1100 ekan. Mana bunisi $110 ekan. Bo'ldi, komplekt bu. O'zingiz uchun kerak bo'lsa, olsangiz bo'ladi, 30% skidka xarid qilsangiz bo'ladi. Aytayapman, uyingizni sanuzeliga любой narsani shu do'kondan moslab olib kelsangiz bo'ladi. Radiatorlarni ko'rsangiz bo'ladi. Radiatorlar ham noodatiy cho'tkalar. Muammosi yo'q. Men sizlarga har doim zo'r narsa ko'rsatganman. Do'konni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Вообще bomba do'konda, gap boshim bor. Semistitlar kelganda, lekin yorib yorishibdi, просто tak. Bo'ldi. Men nomdan kelaverasizlar, shu narsani xarid qilaverasizlar. Do'konni manzili shu aytganimizdek, Jomiy Chuqursoy bozorida. Ma'lumot uchun nomer yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.